Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hörmətli görürmənlər. Yeni bir qatımlıq Uçuq Söhbət proqramımızı görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli görürmənlərimiz həmməlağı məlum bolğanda ki, illərdən bu yana davam qılıb atqan proqramımızda millətimiz içindəki hər xil sahədə xidmət qılıb atqan məyli siyasət, dini sahədəkilər olsun, ziyalilər olsun. Bunlarla xilma-xil mövzularda təklif qılıb, hər xil temalarda söhbət qılıb kelib atırıq. Bugün şunu cümləsinin tünügün elanımızda bəgəndək Türkiye merkez ama bütün dünyada yıllardan bu yana milletimiz için aktif hizmet kılıp kelib atqan iki rəhbərini təklif qılıb söhbət qıldığımızı elan bəgəndik. Şərq Türkistan təşkilatlarının yeni stratejisi teması da aldı bilən mihmallarımı tanıştırışdan burun saat 11'de elan bəgəndik. Bazı bir sebepler tüpeyildən keçikib qaldıq. Bir yarım saat ətrafında keçirim sorayımız. Aldı bilən aziz mihmallarımla tanıştırıb ötsəm, yenimdə stüdyoda Xalqara Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliğinin rəisi hörmətli Nur Muhammed Məcid Türkistani əfəndim oldurub da qımmetli vaxtdan çıxırıb kəpəgələr üçün köp rəhmət etsin. Rəhmət, Allah razı olsun. Şundaqla tordan qatnaşıb atqan Şərq Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyəti rəisi hörmətli Musacan Ər əfəndim tordan qatnaşıb atdı. Ziyaretimizi kabul qılıb proqramımızga qatnaşqanlıq üçün köp rəhmət etdiniz. Mən rəhmət etdim. Rəhmət. Əlbəttə əslində studiyo qatnaşmaq üçün bəzi bir səbəblər tüpəyli studiyoya gəlməyə qaldı. Şunun üçün tordan davamlaşdırırıq. Qadirli görürmənlərimiz proqramımız YouTube və Facebook kanallarımız arqılıq Naq Meydandan tarqıtılıb atdı. Ekran aldı çıxıb durub atqan nömrəmiz şundaqla ictimai fikir vasitələrindəki əlaqə vasitələrimiz arqılıq proqramımızga əlaqədar hər qandaq fikir təklif olsa, belişinlərin, suallarınlar olsa, soruşunlarını ümid qılımız. Şundaqla köpləyən qaydaşlarımızdan faydalanış üçün həm bəhərləb qoyuşuna, həm unutulmağızlar. Başlayıb gəlsək onda olsa, aldı bilən əslində proqramın tayarlığı başta bu qatımlıq proqramın içində əlbəttə yaxında ötküzülgən şu xalq dünya 17-ci növbətlik dünya Şərq Türkistanlıqlar qeyrindaşlıq uçuruşu məsələlərində mi, Maarif Cəmiyyəti məsələlərində mi təfsili halətdə vaxtımız yetkənçi toxtulumuz. Əslində yenimdə buldu deb oylab Maarif Cəmiyyəti rəisindən başlap söhbətini başlamaq istedim. Tordum bolsam, yəni şu tərtibini buzmasam deb qarayman. Şu Musacandan başlayan bolsam ruxsatınız bilən hörmətliyiz. Aldı bilən hörmətlik Musacan Ər əfəndim əmdi əlbəttə bu qatım Şərq Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyətinin rəisi olub saylandınız. Maarif Cəmiyyəti əlbəttə Türkiyədə ta qurulğan şu 2006-cı ildən başlap hazırlıqca aktiv xidmət qılıb atqan nurgun sahələrə təsir göstərən bir naiti yıldızva bir cəmiyyət əmdi. Bu cəmiyyətin məsuliyyətini üstünüzə aldınız. Aldı bilən istiqlal buluş sübtümüz bilən əlbəttə bu qatımqı saylamda reis boğallığınızda təbrikləyimiz, xidmətinizə utuqlayımız. Sualım, bu məsuliyyətini bundaq çoğun bir, çünki hər qaysı sahəyə taralğan bir hərəkətlə beşiyəmdir, Maarif hərəkəti, Maarif Cəmiyyəti. Şuna qəbul qılışınız bu məsuliyyət, çünki bəzənlər çəkinən oldu saylamda. Məsuliyyətini qəbul qılışınızın səbəbi nimə idi, deyə sorayımdı. Xoş, mərhəmət. Bismillahirrahmanirrahim. Gündem dostan Allah alemlerinin perverdigeri bolgan Allah'a hastır. Muhammed İslam'a salam yollaganda keyin sözümle başlayman. Şərq Türkistan Maarif Həmkarlıq Cəmiyyəti 2006-cı il qurulğandan bu yan her sahada Şərq Türkistan davasındaki qılış deyişlik her sahasında hizmet faaliyet edip geldi. Bu jarayonda nurgun sık soğuklarını beşimizden ötküzdük. Nurgun kıyınçılıklar düş geldik. Nurgun neticeler olup geldi. İşlekim buldu. Şu jarayonda men baştan hizmet kılıp gelgeçke özümden ki bulduğun gelişçe meyli bu cemiyetin ki teşkilatlanma jığın orlaştırış, namayiş orlaştırış, teşviqat hizmetleriyle meşgul oluş degende şu bir davada kılıç deyişlik her sahada geç gündüz demek hizmet kılıp gelgen ama ahırkı o saylamda menenki bu vazifeni üstünge erişimdeki sebepinin bir tanesi halkımız elbette sizin de ötkendek bu çoğun bir teşkilat boğallık için
Bunun mesuliyeti nayet ağır ama şerefli bir hizmet. Ben gerçi benden yaxşı okugan, bilimlik, tecrübelik ustazlarını teklif kılgan bolsam mı, başka sebepler tüpeyden bazıları özürsüne aytkan boldu. Bazıları özünki hizmet sebebinden vaqt çıkaramaydiganligini o'tirib qo'ydi. Bulupmu biz bu qatimqi saylamda meniki mas'ul bo'lib qilishim qarindoshlarning ko'p sonliq meni nomzod ko'rsatib ovoz berib qilganligidan hammaylar mana shu vazifani loyiq ko'rgan avval bo'ldi. Shuningdek men hatto o'zim qabul qilmaslikni uygun ko'rib saylam o'tkazilibmi 10 kungacha men boshqa birisi chiqib qolsa albatta mendan yaxshiroq birisi ilib bu ig'ir vazifani men yanada qo'llab yana burunqidek ijroat ishlarni men qilsam shu beshimizda texnik bir qobiliyatli iqtidorli qarindoshlarimiz bo'lsin degan umid bilan saylam bo'lib 10 kungacha kechiktirib mas'uliyatni keyniga tortib keldim. Lekin oxirida yana qarindoshlar ustozlar bu vazifani menga loyiq ko'rganliklari uchun to'g'irlik uchun oxirgi hisobda men bu mas'uliyatni üstümge olgan bo'ldim. İlişte qilchi ikkilanmadim chunki men ham 20 yillik tajribam bor. Bu jarayonda albatta qilib ketishga ko'zim yetadi deb o'zim ishonch bo'lganlik uchun ham zaten men bo'lmasam ya'ni men olmagan bo'lsam boshqa birisi chiqmasa bu jamoatimizni tashkilotimizniki yaqin bir qiyin avvalga yoki boshqa bir vaziyatga tushib qolmasin degan umidda men bu vazifani topshirib olishni o'zim oxiri loyiq ko'rib qabul qildim. Ya'ni men talab qilmadim, ya'ni ustozlarniki, qarindoshlarimniki men ishonch qilib bu vazifani topshirganligidan, men ishonganligidan men ilhom olib bu vazifani üstümge olgan bo'ldim. Xo'sh. Ko'p rahmat. Utuq tilaymiz albatta yuqorida deganimdek. İnşallah milletimiz için hayırlık bo'lsin. Hürmetli Nur Muhammed efendim hamdi. Elbette siz ilgili Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligiga saylangandan keyin rais bo'lib ayrim sizlarni suhbat qilgan tafsiliy nurg'un masalalarni to'xtaldik. Bugun shu Ma'rif jamiyatining raisi saylanib keyin bu e'lon qilindi. Şu Şarkı Türkistan Ma'rif Cemiyeti, Şarkı Türkistan Ma'rif Hareketi, Xalqaro Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği degandek yakın bu isimlarni, bu farqini, kimning ustun, kimning töven. Şu bir xalqimizga bir yana bir qatim bir aydınlaştırayotgan bo'lsak, buni behabarlagan bo'lsangiz. Bismillahirrahmanirrahim. Aldı bilan İstiqlal televiziyasiga barliq qarindoshlarimningki ijtihodi, tirishchanligiga rahmatim bilan ekran orqali dunyoning har qaysi joylarida ko'rishayotgan va programma orqali bu qalb rishtimizni bog'layotgan bu maydondan hammanglarga yuragimdan, ijtihodimdan va shunaqla da'voga bo'lgan sadoqatimdan salom yo'llayman. Rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aldı bilan Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin Yıldız ve ana teşkilatı bo'lgan 2006 yıldan tatip Türkiye'de ve xalqarodagi başka ma'arif teşkilatları bilan birleşip hozirgi Xalqaro Sharqiy Turkiston Tashkilotlar Birligining barliq kelishiga cho'ng ul sog'an ma'arif va hamkorlik tashkilotimizning raisi Musajan Arni tekrar tabriklayman va xizmatlarga utuq muvaffaqiyat tilayman va shundaqla o'zining kilam saylanib bir kelgan barliq idora heyeti qarindoshlarimga rahmatimni, salomimni, hurmatimni bildiraman. Xo'sh, so'ralgan savollarga oldin qitim bir javob berganmi bo'lgandim. Shundaqdimi yana bir qitim aniq bo'lgan holatda bir izoh berishni loyiq ko'raman. Xo'sh. Sharqiy Turkiston Ma'arif harakati buni Uyg'urchada tarjima qilgan chog'da ma'arif, ya'ni maktab tuzumidagi ma'arif deb tushungandan o'taroq bu ma'rifat degan so'zdan kelib chiqqan yoki xalqimizni, millatimizni, davlatimizni haqiqiy bir oqartish harakati. Bu ham o'zimizningki ong masalasidan tortib tashkillanish va o'zimizningki kuch
yetildirish jihatlaridagi bir ma'rifat, yangilik yaratgan va buningda angliq shaklda bir kelgan sistemlashgan bir qurilmasi deb tushunsak muvofiq deb qarayman. Shu sababdan bu harakat yani Turkiyada 2003-yildan tartib shakllangan degan hukmga yana bir izohat berdi. Bu hukm allaburullam. Yani 960-yili miladiya Sultan Burhan Sharqiy Turkiston va bugungi Sharqiy Turkistondan halqigan coğrafiyalik territoriyani ichiga olgan Qarixonlar imperatorligini qurgan chig'ida islomni o'zining davlat qonuni va shundaqla islomni davlat dini qilib bekitgandan tortib bu islomiy harakatni ya'ni miladiya 570-yil tug'ilgan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning nubuvat hayatidan boshlangan bu jahonga ma'rifat bergan bu cho'ng tipdagi aqartish, yeteklash va shunaqla ziminga yo'ruqlik berish, qalblarga texidimmi cho'ng bo'lgan bir ishonch berish degan cho'ng bir da'voning bir qismi bo'lgan. Sharqiy Turkiston mustaqillik harakatidagi ilgari Sharqiy Turkiston jo'grafiyasida qurilgan mustaqil davlatlarimiz, imperatorliklarimiz va islomni vakil qilgan islomiy kimlik bilan gullanib, shu davrda o'zimizningki diniy va milliy kimligi bilan yug'urilib, uni kuchlantirib kelgan haqiqiy kimligimizningki muhojiratdiki, ya'ni asoratda qolgan tariximizda majburan muhojirat ko'chishdan keyin yurt teshida tashkillagan shu an'anasiga varislik qilish bir harakatiningki bir timsoli deb o'tgan edim. Bugunmi o'xshashlam shu so'zimda yana bir qatim izohlayman. Ma'arif harakati nuqul alda kichik tipdagi derneklashgan, tashkilotlashgan yoki jo'g'rafiyadan ma'lum bir o'ringa shakllangandan o'taroq Sharqiy Turkistonning tarixiy kimligi, hozirgi kimligi va kelajakdagi orzu armonlari bog'langan bu haqiqiy bosadigan qadam bosqichlarni o'ziga bir mas'uliyat deb to'nagan bir kimlikdan iborat. Bu kimlikninki albatta bu fikrdagi, ideologiyadagi kimlik bo'lganligi sababidan 2006-yili mushaga kelgan, Turkiyaga markazlashgan bu qarindoshlarimiz, ustozlarimiz, peshqadamlarimiz marhum Abdulhakim Mahsum Majim, Alloh rahmat aylasin. Ustozlarimizninki rahbarligida va shuningga o'xshash ijtihod jihatda birlikka kelgan nurg'un taraflarning qo'shilishi bilan 2006-yili Ma'arif va hamkorlik tashkilotini qurib chiqib, bu tashkilotninki vatandagi diniy va milliy kimligimizningki haqiqiy timsoli sifatida muhojiratda o'zaro qarindoshlik big'ini bog'lash va tadrijiy holda vatanga haqiqiy bir kimlikni tiklashni orzu qilgan bir cho'ng bir qal'aning qo'shini tiklash maqsadida tiklangan bu jamiyat, ya'ni jamiyat bo'lib shakllangan. Undan keyin biz ya'ni 1992-yilda qurilgan Sharq Turkiston milliy qurultayimiz va Turkiyada qurilgan. Ya'ni keyin u taraqqiy qilib hozirgi dunyo Uyg'ur qurultiyiga tadrijiy holda o'zgargan bo'lsa, Ma'arif harakati 2006-yildan tortib o'zining mavqesini, fikriy birligini va shundaqla o'zaro qarindoshlik bog'larini kuchaytirish orqali nurg'un kichik shoxchalangan, amaliy sohada xizmat qilgan ba'zi kichik tashkilotlarni borliq keltirgan. Masalan, Mavi Hilal jamiyatimiz insoniy yordam shaklida, inson haqlari jamiyatimiz kasblashgan, qonunlashgan shaklda davlat va inson haqlari nuqtasidan xizmat qilgan shaklda. Yangi nesil harakatimiz avlodlarimizni mushu da'voga sahib chiqish va bularni o'zimizning ichiga achirish maqsadida va boshqa ilm ma'rifatni markaz qilgan Qur'on, ta'lim, tarbiya yoki bo'lsa ma'arifni qilgan Sultan Burhan ilm vaqfidan tortib boshqa bizga a'zo bo'lgan barliq tashkilotlarning barliq kelishi Nuzgumdan orqali ayollar va xonim qizlarni, qizlarimizni bu da'voga akirishni maqsad qilgan jamiyatlarning qurilishi amaliyat biz da'vatgan yuqoridagi milliy va diniy kimligimizdan shakllanib chiqqan va tadrijiy shoxlangan holatda Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligini barliq keltirgan. Bu uchning o'rtadagi munosabat nihoyat oddiylan, shunday tushundigan chog'da bir to'plamning bir yakilish uchun bir fikr, ideologiya birlik keladi. Fikr bir kelgandan keyin bundan bir amaliyat chiqadi. Amaliyat jarayonida ehtiyoj qarta uni kengaytirish va texnikani shoxlantirish ehtiyoji tug'iladi. Xo'sh. Mana shu nuqtadan tushunsak, bu uchining ichida yuqori qatlamda dastlabda ideologiya bunga vakillik qiladigan, timsollik qiladigan cho'ng bir organ shaklida bo'ladi. Undan keyin ijroiya sifatida Ma'arif jamiyati buning ichida uzun, tarix uzun, ham uning ustiga davlatning ichida e'tibori mazmut bo'lgan tashkilot bo'lish sifati bilan davlat bilan bevosita aloqa qiladigan, xalqimizningki jiddiy va bevosita ishlarini, talablarini ijro qilgan bir tashkilot bo'lgan bo'lsa, uningdan halqigan bo'lgan har xil sohalar bilan kasblashgan, mutaxassislashgan va shunaqla qurumsallashgan bir qurilmalarimiz bilan
bugungi Sharqiy Turkiston, ya'ni xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligining vujudga kelgan bo'ldi. Menimcha bu eng yaxshi tushuntirgan bo'ldi deb qarayman. Ko'p rahmat. Haqiqatan güzel tushundirish oldu. Hurmatli Musa jon, hamda shu Adir Reis merhum Mahsum Acımkam tilga qilib o'tdi. Albatta bu ma'rif jamiyati, ma'rif harakati merhum Mahsum Acımkamniki tashabbusi bilan eng başdan tortib birinchi qadamni besish bilan atrofiga nurg'un kishilarni to'plab sizlardek başlangan bir qadam bo'lganki holati keldi hamda. Sizce şu ma'rif jamiyati merhum Abdulhakimxon Mahsum Acımkam sizgan yolda meňwatamdy yoki vafotidan keyin biraz çekiniş barmı? Bundan keyinki siyaset qaysi şekilde mağdu yoki yol tutmakçısız değil? Elbette aldılan ustazımız, liderimiz merhum Mahsum Acımkamızga Allah'tan rahmet dileyme, yatkan yer cennette olsun. Amin. Elbette bizge şu hareketine başlayan noktada özünki nurgun planlarına bizge deytti. Bazı planlarını aşkarlagan olsun, bazı planlarını aşkarlamagan halette perde arkasından elip növeşine azı okunup bunda bizge bazı avalları mesela verip görüştük olan. O vaktiyle hazırlık vaktini sayıştırırsak hem de o icabi taraftan temsilliklerime var, selbi taraftan yana artıkçılık ve temsilliklerime bulavatıdı. Bunu biz tutuş için teriştik ki bulapmı ahirki yıllarda işler gerçek yaxşı ketayotganda görünse mi? Emniyette başkalar oylagandek yoki Mahsum Acımkamniki tutgan yollardan biraz tiyilip ketgandek avvalla yüz bergan edi. Keyincha buni inşallah bundan keyin biz buni yaxshi o'ngshab düzeltip namaz deb qarayman. Ondan tashkilotga kirishning kerak yo'q, chunki talash tortish bu sebep bo'lgan bir masala. Ammo muhim bo'lgani Mahsum Acımkam shunday bir narsani bizga davomli ta'kidlaydigani biz shu Sharq Turkiston ozodlik va mustaqilligi uchun muhim harakat qilamiz deyotganmiz. Biz to'rt turlik sohada kuchli bo'lishimiz kerak. Bunun birincisi iqtisodiy jihatdan kuchli bo'lish, ikkinchisi shu siyosiy jihatdan bir kuchli bo'lish, uning uchun bir siyosiy markaz qurish, uchinchisi tashviqot jihatdan kuchli bo'lish. Tashviqot jihatda biz xalqaro seviyaga yetgan vaqtimizda bizning masalamizni xalqaralashtirib ve xalqaralashgandan keyin dunyo kun tartibiga kelib bu masalada Xitoy bosim ishlatilib bo'lganligini bizga ta'kidlaydi. İstiqlal televiziyasining shu maqsadni ko'zda tutib shunday boshlatgan. To'rtinchi nuqta bo'lsa, bir milliy armiya, harbiy qo'shin bo'lmasa, har qanday bir millatniki kuchi bo'lmaydiganligini. Shu to'rt sohada chuqur biz kuchlanib shu tayyorligimizni ashishtaga kelgan vaqtimizda Andakin biz düşman bilen tan kurup, taqabul turup, hareket qilib bo'ldi degan planlari battı. Buni bir qismini ijro qilib qilgan bo'lsa-mu, bir qismlarini ijro qilolmay, shu arzu armon bilan ketib qoldi. Biz albatta Mahsum Acımkamniki shu planlarni, shu g'oya maqsadlarini yetkazish uchun qo'limizdan kelishicha tirishimiz, bunga o'rtaq qaraydigan nurg'un qarindoshlar bor. Bir davani yürütmek asan emas. Aşağıdan şunda keç gündüz demey, hardım tadım demey. Bütün her qanday qiyinchilik bo'lsa, qo'ldan kelsa hal qilish tirishib endi kelgan. Biz albatta shu jarayonda nurg'un narsalarni o'rgangan. Ko'p narsani bilmagan bo'lsak, aşağıdanniki, ustozimizniki yo'l ko'rsatishi, shuni ilib qolgan amaliy harakatlarni ko'rgandan keyin bu meseleler manda hal qilsak bo'lgan, bu meseleler qiyinchilik duch kelganda uni chorasi ma'lum ekanligini tushunishlardan narsalarni o'rgangan. Shuning uchun ba'zi o'ziniki ijro qilayotib keyin to'xtalib qolgan xizmatlar bor. Buni bundan keyin inshaalloh davom qilamiz deb qarayman. Bo'libmi shu insonlar bilan bo'lgan munosabatda, tashkilotlar bilan bo'lgan munosabatga belki ahamiyat beradi. Biz yolg'iz ish qilmaymiz.
biz çoğun bir cemaatga aylansak, çoğun bir teşkilatga aylansak, andan keyin bütün qiyinchiliklarni hal qila olamiz deb mayli normal bir inson bo'lsin, ko'rishga kelsa alohida vaqtini chiqarib, samimiylik bilan uning so'zini tinglab, uning yo'l ko'rsatib, maslahat berib, shunda ma'atdi. Teşkilatlar bilan bo'lgan munosabatga belki ahamiyat beradi. O teşkilatniki qanday ideologiya tushunchasiga qaramasdan Xitoyga qarshi bir harakat qiladigan bir teşkilatlar bo'lsa, bunga jiddiy ahamiyat berib, shu teşkilatlar bilan hamkorlik qilishni, shular bilan birlik xizmat qilishni, shular bilan o'rtaq bir dushmanga qarshi turishni tashabbus qiladi, ham shunga ahamiyat berib keldi. Bizning keyingi bosqichlarda bu jihatda biroz xatoliklar yuz bergan bo'lgandi. Shu sababdan biz men bu yangi dönemde birinchi biz shu kamchiliklarni tuzataylik degan bosqichda bir qadamni bosdik. Bu qadam bo'lsa, shu Turkiyadagi Sharq Turiston nomidagi Uyg'ur nomidagi shu teşkilatlarni bir araga to'plash va ular bilan hamkorlik ichida o'tashni birinchi qadam bo'lib boshlagan bo'ldik. Shuning uchun biz bir qancha qatam ular bilan to'planib qildik. Shuning bilan birga bu qatam 10-birinchi kunida namoyishni birlikda o'tkazdik. Hamkorlik ichida hammalar o'rtaq sohibxon bo'lib, yana bir tashkilot oldiga chiqib men qildim demasdan, hammamiz o'rtaq bir shaklda shunda o'tkazdik. Bundan keyin bu suhbatni shunda davomlashtirib, Sharq Turiston da'vosi uchun hamkorlik ichida birlik xizmat qilish to'g'risida hammalar o'rtaq bir fikr kelgan bo'ldik. Yana undan boshqa sohalarda yana albatta kamchiliklarni to'liqlab nashqa erishyapmiz. Boshqa turk tashkilotlari bilan bo'lgan aloqani kuchaytirishga, ularning ham Sharq Turiston masalasiga ko'ngil bo'lishga yo'l ochish uchun qo'limizdan kelishicha erishyapmiz. Aslida bu to'g'rida planlarimiz ko'p, ammo ba'zan vaqt yetishmaydigan ahvol bo'ldi. Ba'zan albatta biz buni kecha kunduz chepib shu masalalarni hal qilishga, shu Sharq Turiston masalasini bir baldaq bo'lsa yuqori ko'tarib, bir qisqa vaqt ichida ko'p natijalarni qo'lga keltirish uchun erishimiz deb shunday bir planlarni tuzyapmiz. Ko'p rahmat. Ko'p rahmat. Endi navbatdagi savolim rais yana ruxsat qilsangiz qiyinlashib uchrashiga munosabatlikda. Shu endi albatta 17-qatimliqini bu yil amalga oshirgan bo'ldinglarmi? Birinchisidan tortib endi Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati buningki o'rinlashtirilishi, sohibxonligini qilib kelyapti. Bu qatimliq uchrashishninki ilgirkidan farqi nima bo'ldi deb qaraysiz? Nima sababdan Milliy birlik shurosi amaldan qoldirildi? Chunki bu amaldan qoldirilishni ba'zilar tashkilotning ojizligiga deb qaraganlar bo'ldi. Buni qanday qaraysiz? Bunun keyingi savollarimga albatta bir-biringlarning savollariga to'liqlama shaklda har ikkiinglar javobdan keyin qo'shimcha qilsanglar bo'ldi bunda qo'yay. Oxirdagi savolingizga boshda javob beray, chunki u jiddiy bir masala. Biz har yili Sharq Turiston, dunyo Sharq Turiston qarindoshliklar uchrashishini o'tkazish bilan birga Sharq Turiston Milliy birlik shurosini tan olib olgan edik. Bu qatam asli 7-sini olib olmoqchidik. Bizningki oradagi bu 5-6 oyning yoqi o'z ichimizdagi bo'lgan ba'zi krizlarni cho'zish, hal qilish sababidan biz mushna vaqt energiyamizni sarf qilish sababidan bu qatam faqat qarindosh yig'inini o'tkazgan bo'ldik. Milliy birlik shurosini amaldan qoldirgan ish yo'q. Buni albatta biz o'zaro deyish sababidan jarayonda bu qatam qarindosh yig'ini o'tkazib turaylik. Yana bir qatamliqni taqim keng turda xalqaralashgan shaklda boshqa davlatlardan, boshqa millatlardan kishilarni da'vat qilish orqali Sharq Turiston Milliy birlik shurosini ayrim o'tkazaylik degan bosqichda tushuncha bilan shunday bir qaror ilingan. Shu sababdan biz bu qatam faqat qarindoshligimizni kuchaytiraylik, o'zaro burunqi qarindoshligimizni, chunki biz bu 6-7 oy jarayonida nurg'un gap so'zlar, nurg'un ahvollar yuz bergandan keyin biz o'zaro bir ichimizdagi shu qarindoshligimizni bir kuchaytirib, o'z ichimizdagi xatoliklarimizni biz bilan
xotirlatishib, qaytadan bir gavdaga aylanish, kuchlanish, shuning bilan birga o'sha o'zaro samimiyat, da'voga bo'lgan samimiyat, sodiqligimizni bir qatim isbotlash maqsadida bu qatim shu qarindosh yig'inini o'tkazgan bo'ldik, ammo Milliy Birlik Şurası amaldan qoldigan ish yo'q. Uni yaqinda albatta buni boshqonimiz Nur Muhammad Turkistonda tafsilli javob berish mumkin. Sharq Turkiston Milliy Birlik Şurasini Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi nomida kam bir turda o'tkazishni biz qarorlashtirgan. Shuning uchun bu qatam faqat Sharq Turkiston qarindoshlik uchrashishini o'tkazdik. Ammo u amaldan qolgan bir ahvol yo'q. Uni albatta cho'qim yana burunqidan taqin yaxshi bir shaklda o'tkazamiz inshaalloh. Ikkinchi savolimizga kelsak, qarindosh yig'inni albatta men bayon hozir deb o'tganimizdek Dünya Sharq Turkistonliklar qarindoshlik yig'ini 2009-yili 7-ayning 4-kuni tunji qatam o'tkazilgandi. Bu shu marhum ustozimiz Maqsim Hojimitovning tashabbusi va fikri bilan yo'l qo'yilgan. Chunki o zamonlarda dunyoning o'xshamagan yerlarda o'qigan va o'xshamagan yerlarga chechilib ketgan nurg'un Uyg'urlar bor. Biz ularni bir araga jam qilib, shular bilan bir fikrlashib, Sharq Turkiston davosiga o'rtaq bir kuch hosil qilish, bir gavdaga aylanib turib xizmat qilishni maqsad qilib, ba'zilar masalan yillarcha uchrashamagan qarindoshlar farqli davlatlarda yashayotganlik uchun biz ularni jam qilishni maqsad qilib plan bo'yicha mayli O'rta Osiyoda qarindoshlar bo'lsin, Yevropadan, Amerikadan, Saudiya Arabistondan, Avstraliyadan shu burun ya birga o'qib arilib ketgan yoki birga shu Sharq Turkiston davosi yo'lida sabdosh bo'lib menib yillarcha uchrashamagan shunday qarindoshlarni da'vat qilib chaqirib Istanbulga jam bo'lib shu programmani boshlagan kunimiz Urumchi qatlami boshlanib ketdi. Shu qatlam boshlanganlik sababidan biz 2009-yili 7-ayning 5-kunidan boshlab biz bütün programmalarimizni bekor qilib o'tib, shu Xitoyga qarshi bo'lgan noroziligimizni, qarshiligimizni ko'rsatish uchun Xitoy konsulxonasining oldiga shu Turkiyaning muhim maydonlariga to'planib, yerdagi qatlamni to'xtatish to'g'risida Turkiya hukumatiga chaqiriq qilish degandek faoliyatlarni olib berib, qarindosh yig'inimizni tunji qatamliq programmasi shunday o'tgan edi. 2010-yilda yana qaytadan bir qatam davom qildi. 2010-yilda andan keyin biz 2009-yildagi planimizni amalga oshirib, bu chog'dan yana shu qarindoshlik to'g'risida dunyoning o'xshamagan joylaridan qarindoshlar keldi. Shular bilan birlikda birlik hosil bo'ldi, tushuncha hosil bo'ldi. Hatto kelganlarning ko'pincha ta'sirlanib, yillarcha uchrashamaganlar uchrashdik. Bundan sizlar vasila bo'ldingiz deb bizga rahmat aytib shunda qilgandi. Xulosa qilib aytganda 2011-2013 ta bugungi kungacha 17 yildan buyon o'sha qarindosh yig'inni davom qilib kelyapmiz. Buningda ba'zan xalqaro saviyada o'tkazgan bo'lsak ham, ba'zan asosiy ichki jihatga shu Sharq Turkistonlik qarindoshlarniki, Uyg'ur qarindoshlarning birligini hosil qilish, o'zaro tushuncha hosil qilish, fikr ixtilofini yo'qotish degandek shu qarindoshlikniki asosiy kuch hosil bo'lsa, unda boshqa masalalarning hal bo'lganligini tushunganligimiz uchun biz shuni shunday o'tkazgan edik. Bu qatamqi o'tkazishdagi asosiy ana temasi birinchisi islohot, ikkinchisi qarindoshlik, uchinchisi shu shaklda 3 turlik ana temada o'tkazgan bo'ldik. Shuning uchun biz buni ajildikka o'xshash chet elliklarni ko'p chaqirmay, o'zaro shu Uyg'urlarni, Uyg'ur tashkilotlarni ko'proq chaqirib, men boyada deb o'tgandek biz tashkilotlar bilan bo'lgan ixtilofni yo'qotib, tashkilotlar bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirishni ham asos qilganligimiz uchun biz tarafdan o'z ichimizdagi bu tushunishmaslikni hosil qilish, xato tushunchalardan xotima berish, ikkinchidan tashkilotlar bilan bo'lgan munosabatni kuchaytirish va ular bilan bo'lgan ixtilofni xotima berishni asos qilib o'tkazgan bo'ldik. Bu qatimqi yig'inda asoslikda ko'plagan biz da'vat qilgan tashkilotlarniki
reislere katılgan oldu. Qarindoshlarimizni boshqa davlatlardan da'vat qilganlarimiz da'vatimizni ijobat qilib katılgan oldu. Shunday qilib bu ikki taraflama bir yig'in bo'ldi. Biri o'z ishimizdagi shu qarindoshligimizni kuchaytirish, yana birisi boshqa tashkilotlar bilan qarindosh tashkilotlar bilan bo'lgan oramizdagi tushunishmaslik va ixtilofni xotima berilib, ular bilan hamkorlashadigan shunday bir saviyaga, shunday bir muhitga ega bo'lgan bo'ldik. Bu bizniki vaqtincha qarindosh yig'iniki o'xshashmaslik bir farqi ham natijasi deb qarayman. Ko'p rahmat. Hamda hurmatlik rais, yani shu yuqorida Musa hocam so'zlab o'tgandek, buningki masalan Milliy Birlik Shurasi tarafi sirtqi ko'rinishda amaldan qoldirilgandek turgan bilan bu qatim hammani quchoqlagan asosda hech qachon ilgari qatnashib boqmagan butun tashkilotlarni ko'rgan bo'ldik hamda. Bumi sizga bunga bir qo'shimcha qilsangiz deyman. Nimani tushundirdi bundan keyingi harakatimizga, da'voyimizga. Shundaqla yana bir savolimni so'rab o'tay. Yig'inda nurg'un siz albatta so'z qildingiz, yana uni so'rayman. Nurg'un temalar, nihoyatda muhim masalalar o'tirib qo'yildi, hammasi so'zladi hamda. Qanchalik amaliy jihatda ijro bo'lyapti bular? U har yil kelyapsiz bu yig'inlarga. Yoki so'zlab anglab qo'yib, shundan tugayotamdi yoki uning bir so'riqini qilib o'tamsizlar. Buni bir millatga bir tushuntirib bersanglar. Ma'rif jamiyati raisininki yuqorqi bayonotiga qo'shimcha qilgan bir jumla so'z desam bo'ladi. Xo'sh. 3 tane asosli chaqiriq desak bo'ladi. İngilizce'de call deydi. Çağırık. Yani birincisi islahat. Bu hem işimizni ıslah kıladigan, hem başka qarindosh teşkilatlar bilan ilgiri qilib bakkan, yaqinlashib bakkan tüzümlerimizni, münasebetlerimizni ıslah kıladigan, başka yollarimizni ıslah kıladigan, hatalıqımızı ıslah kıladigan bir jarayonga biz qadam qo'ydik desek bo'ladi. Islah qilaverdik desek, men xatalashib qolaman. Ikkinchisi qarindoshlik degan narsa. Qarindoshlik degan chig'imizda biz yillardan beri boshlanishdan burun raismi deb o'tib ketdi. Sohalardagi yoki tunish odamlarni chaqirib akkilish, bularning ichida qarindoshlik o'rnatish degan o'zi dedi-da. Xo'sh. Buning da bir o'zgargan shakli gerçelik şuradek ko'rinmasa, amaliyat shuraning rolini o'ynagan bir qarindoshlikni qildik. Ya'ni shu xalqaro sahnada sahnaning tepasida xizmat qilayotgan tashkiliy qurumlar, cho'ngidan tortib kichikcha, yerlikdan tortib sirtqicha bo'lgan hammasiniki mumkin bo'lsa bular da'vat berish, bular bilan fikrlashish, o'zimizning birinki, ya'ni mening oldingi qitimlik suhbatimdagi tayyorlik uchun bularni bir yerga chaqirib suhbatlashadigan maydonimizda isloh qildik desak bo'ladi. Hamda shu ko'pincha tarafda imkoniyat yarvaganlar keldi, yarvermaganlar buning ijobiy ma'no berdi. Xo'sh. Üçüncü noktadan hamkorlik degan noktasida bu hamkorlik degan aniq bir tabiri bo'lmaydi bu yerda. Desa nimaning hamkorlashding, lag'man etishdimi, polo yeyishdimi degan gap chiqib qoladi. Hamkorlik degan narsa biz yillardan beri Sharqiy Turkiston va Uyg'ur tashkilotlari birlashaylik, bir ish qilaylik, millatimizga bir umid keltiraylik degan narsa to'g'ri bu diskussionlar bo'lgan. Dunyo Uyg'ur qurultayi necha qitimliq qurultay chaqirgan, 2-3 qitimli oliy kengash chaqirtilgan. Bu masalada hammamiz chaqirib o'xshashdi. Ya'ni hamkorlashaylik degan chaqiriqlar bordi. Ham buningki amaliy qadamlarini zot qayadan qanday olganchig'imizda texnimi bir islohlashgan, qarindoshlik kuchaygan, anandagin hamkorlikni amaliyat nuqtasiga o'tadigan shaklga akildigan degan to'g'riliq dastlabki munoziralar, muhokamalar va shunday amaliy qadamlar ilindi. Allohga shukrlar bo'lsinki, hamda bu qarindoshlik uchrashiga mayli Türkiye coğrafyasından bo'lsin, yillardan beri bundaq o'zining musofasini jiroq tutgan taraflarning hammasi keldi. Bu bir g'alaba bo'ldi. Ikkinchidan xalqarodagi cho'ng, masalan, g'arb davlatlarida nufuzli xizmat qilayotgan Dunyo Uyg'ur qurultayi bo'lsin, yoki bo'lmasa davlatning mustaqillik nuqtasidan bu o'zgarmas bir siyosiy kuch deb qilayotgan Sharqiy Turkiston surgun hukumatining nuqtasidan bo'lsin, yoki bo'lmasa bizning askariy bayatın deb o'tadi, askariy tayyorlik qilishimiz kerak degan narsani. Askariy kuchi hozir amaliyotda ijobiy jihatda bir davlatning ichida mavjud bo'layotganligidan bu bir imkoniyat nuqtasidan bo'lsin, hamma narsa muzokaraga kirdi. Bu narsalarni qanday qilgan chog'da
Muş milletimizin menfaati için bir yer kelip, yüzümüzge müstakil boğan bir iqtisat yollarını açıdığan, yani iqtisadi kanalda, iqtisatdan başka resurssiz. Barlık kerek bulduğun menba yollarını kanda açıklı bulduğu degen doğruluk, dastlabki qadamda bir muzakir başlandı. Buna ikinci qadamlık icraiyet noktalarını, ikinci suallarga bağlayma. Zade bunun da deyiştanla, çoğun gapni qıldığınla, ameliyat icra qılgan küçüğün bağımı yok mu? Ya ki mesela qanchalik vaqt icra qılsan degen sualını sordular. Qatalışmasa. Xoş. Biz yüzümüzün kimliginden bizning kimligimizni boshqalar anlatyapmiz hozir. Xatolaşmasa. Bu narsani avval o'zimiz tushunishimiz kerak shu. Ya'ni Sharqiy Turkiston da'vosi degan zot nima degan chog'da bizning o'zimizning tushungan nuqtasini shu qadar chopib ko'rsatdik, ya'ni tirishchanlik ko'rsatdik. Bu degan menda da'vo, mustaqillik da'vosi, menda amalga oshir, uni buni dedik-da. Ammo bu narsa nima? Ya'ni 3 xil omil bor. Ya'ni xalqaro jamiyat, hozirgi jamiyat, xalqaro dunyo, shu tashqi dunyo. İkincisi Sharqiy Turkistondagi vaziyat. Üçüncüsü bizden raqibimizden vaziyeti qatarlıq 3 çoğun vaziyetke bağlamay turib, özümüzninki hesabını özümüz qurğası bolmaydiganlıq bir noktasını tonib ketken boldu. Xoş. Demek bunu əməlləşdiriş jarayonida muşu 3 çoğun sahəni qandaq qıyğançadı to'g'ri analiz qilib, anankin özümüzning kimligini qaytadan yezib chiqib bo'lmamdi degan savolga kelib qoldik. Hamda bu savolninki ijro jarayonida Allah hamdülillah olsun biz taraflar bilen şu qancha kunning o'zida bu yerga kelib tashkilot mansublari bilan bo'lsin, ayrim ko'rishishlarni, boshqa cho'ng taraflar bilan bo'lsin, bular bilan so'zlashishni, hatto fikrimizni qaysi taraflar bilan taqdimga kengaytirib bo'ladi degan o'zimizning analizlarimizni hozir tayyorlik bosqichida. Shu sababdan Sharqiy Turkiston Milliy Shura Kengashi degan nom garchi ismi chiqmagan bo'lsa-mu, amaliyot uning tayyorlik bosqichini ishlagan bo'ldi. Endi biz bunun tayyorlik bosqichini hozir reisim bir nima dedi? Tashkilotlar birligining raisi Başkan Nur Muhammed balki muto'liq izoh beradi. Buni men qilmayman. Buni biz birlikda qilamiz. Mushu sohada o'tirg'i chiqqan, kuchli deb qaralgan, xalqimiz qabul qilgan taraflar bor bu yerda. Xo'sh. Ularni men inkor qilmayman. Mushularning hammasi bilan bir muzokaraga kelib, zaten hammasiga o'xshash bir savolni. Ya'ni o'xshash holatimizni tunishtirish. Biz zaten qanday holda degan bir shaklni ularning ideyasi o'tkazish, endi oxirida biz zaten boradigan manzil nima? Bu manzil yetish yerini qo'llanadigan choramiz nima degan bu ma'nosini rasmiy holda qog'oz yuziga ochiq muzokaralashish, qog'oz yuziga muzokaralashgan narsalarimizni qaysi ijro bo'ladi, qaysi ijro qilish jarayonida qanday qiyinchiliklarga uchraymiz, qanday tadbirlarni olamiz va bu yetish jarayonida kimlar bilan birga, ya'ni tashqi resurs dedi-ku dunyodagi başka yaşayan devletlardaki özümüzden, xalqimizning ichidagi qatorliq manbalardan qanday foydalanamiz va bu manbalarning kelish yo'lini yoki buluqini ya bo'lmasa kelgusi ulanish nuqtasini buzib yetadigan Xitoy degan bu davlatga, Xitoy degan bu davlatning iqtisodiga, Xitoy degan bu davlatning harbiy kuchiga, Xitoy degan bu davlatningki xalq yoki bo'lmasa tashqarida qilayotgan cho'ng yolg'onchilik propaganda siyosatlariga qanday taqobil turamiz degan to'g'risida amaliy bir qadam olsak degan dastlab muzokara bu qitim tashlandi. Bu qitim andaligi garchi ilgari o'zimiz e'tirof qilmayotgan, yo'q zot mentim biz menda yaxshi ishni qilib ketdik degan narsaning hammasiga xotim berildi. Hech kimning yaxshi ishni qilolmaganligi o'tirg'i tushdi bu yerda. Ya'ni qurultayninki raisi, qurg'uchi raislardan tatib keldik. Başka taraflardan mı teklif kılındık? Başka tarafdan adamların hemmesine geldik. Ameliyette bu 76 yıllık, yani mustamlikinin 76 yıllık kadem koygan bugünkü günde muşu mesele endi 76 yıldan ki muzakir kılınamda yüzümüzün kallısıga, jürikige, vicdanımıza, gururumuza bir sual koygan oldu. Ondaqda yani 76 yıl yaşamdık. Yani 76 yıl mustamlik kişiler söylelim palaslık olan muzakir bilen, jığılla ile ötep ketemdik. Ya ki o 7 qıtımlık yana qırındaşlık uçuruşu ötkizip meyada jığın zalı qılıp Türkiye'de neçi qıtımlık qurultayının bizimiz ötkizip ketemdik. Ya ki özümüzün yana bir tarafını özümüz itiraf qılmay, uyarı güllengen şeklinde biz itiraf qılmay ya kubul qılmay qutuplaşıp ketemdik degen mesele qandaq hatimi beriş. Qandaq qilgan chog'da eng qisqa muddat ichida strategiyani yaxshi bosgan, buning ma'vo oshkora yoshirin qismini to'g'ri tahlil va analiz bilan, amaliyotchan siyosat prinsipi bilan o'zimizning ichida pishqan va ahdiga vafo qilgan taraflar bilan istixborotimizni kuchaytirgan, iqtisodimizdan to'liq foydalangan shaklda
milletga bir umid bag'ishlaydigan bir holatni eng tez shaklda shakllantirishni o'zimizga bir va'da oldik başta yani. Yani bu va'dani tashlab, bunday qilishni zo'rlik qilamiz. Qolgan qismini amaliyalashtiramiz degan savolga men deyman, Alloh xolasa men o'rtaga tushgan bo'lsam, mendan boshlaymiz buni. Ya'ni men bir da'vogar bo'lib sifatim bilan, oldi bilan, bir tashkilot mansubi bo'lib sifatim bilan inshaalloh men mushu vazifada o'zimninki bir kishilik, bir tashkilotlik vazifamni to'liq qoldirishga avval o'zimga va'da berishim kerak. Xo'sh. O'zimning qalbida bu va'damni o'zim amal qilishim kerak. Amal qilgan yo'limda fidokorligimni ko'rsatishim kerak. Fidokorlik ko'rsatgan bu amaliyatim orqali natija chiqamda chiqmamda deganni o'lchishim kerak. Mana men o'zimdan boshlab beraman. Qolgan qarindosh tashkilotlar bo'lsin, cho'ng sohada xizmat qilayotgan taraflar bo'lsin, hammasiga o'xshashlan mushu taklifni sunaman. Bugun mushu so'zimiz mushada chiqqan ekan, albatta buning ijroati bor deb deyman. Men ko'p narsani hozirdan deyish orqali cho'ng narsani va'da qilmayman. Ammo lekin bir misolni beraman. Suvda yurgan bir kemining misolini beraman. Kemini haqlarning ko'rilgan qismi eng yengil qismi qarindishim. Eng yengil qismini haqlar ko'rdi. Ya'ni bayroq esilgan tipik odamlar huzurlanib naqsh musiqa anglatgan qismini ko'rdi. Ammo kemini so'rayotgan qismi suvning ostida mangadi. Mana bu qism uchun men shunlashqa kemining ostiga kirmayman. Kemining tepsida kimning borligini o'tirib qo'ydim. Endi kemining ostidagi bu kuchni motorni, ya'ni bir 4 silindrli motorni qanday qilib 12 silindrli motorga aylantiramiz degan ya'ni haqqa tashladik. Xo'sh. Endi qolgan qismi bizningki bayatin degan 4 nuqta. Shurikimizga bergan ahdimiz, amaliyatimiz, fidokorligimiz orqali qo'lga kelgan natijaning realligi nuqtasidan inshaalloh shu xizmatlarni boshlab ketsak degan bilan mush savolni to'xtadim. Alloh razı olsun. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. To'xtalaymiz albatta. Xo'sh, endi Musojon shu nimada qarindosh qushurishninki xulosa yig'inni o'qib o'tdingiz, xulosa dokladini o'qib o'tdingiz hamda yig'in. Eng asosli bir qancha diqqatni tatqayman tilg'ilib o'tay. Masalan, yuqorida amaliyotda so'zladingiz. Bundan keyingi siyosatninki qanday bo'lganligi bu yerda tilg'ilib o'tdi. Uni e'lon qildinglar-ku, to'g'rimi? Mushu siz deb o'tgandek o'zaro to'qinish jadal majralar sababidan nurg'un tarixiy fursatlarni qo'ldan berib qo'yganligimiz da'vo masalasida buning hammasini xotim berib o'zaro ishonch barpo qilish bular alohida tilg'ilib o'tilibdi. Shunday qilib faoliyatchilikdan siyosatchilikka o'tib aql ambarlarini qurib Xitoyni va xalqaro vaziyatni chunqur tadqiq qilgan organlarni barpo qilishning muhimligi haqida muzokaralar qilinganligini tilg'ilib o'tdingiz. Davlatchilik ideyasi bilan harakat qilishning tashkilotchilik, kichik tashkilotchilik sohasida ramkasining ichida qolmay, davlatchilik ideyasi bilan bundan keyingi butun harakatlarimiz bu shaklda bo'lishning muhimligi tashkilotchilik zihniyatining Sharq Turkiston mustaqilligidagi yuksak nishonga tarkildiganligi butun yig'in ahli bilan ta'kidlanganligi tilg'ilib o'tamiz. Payriqlik ko'z qarashlar, boylik deb qarashimiz kerak degandek o'rtaq dushmanga qarshi yoshlar va ayollarning roli tilg'ilib o'tildi. O'zgarayotgan dunyo vaziyatiga, xalqaroning bugungi murakkab vaziyatiga qarata butun her tarafdan analiz qilgan shaklda biz harakat qilamiz dedinglar. Bu bayonlar albatta bir-biridan muhim temalarni o'z ichiga oldi. Sizlarcha buni ro'yobga chiqarish mumkinmi? Asosli muhim bir savol bu yerda. Sizcha mushu har qaysi tashkilotlarni birlikda harakatlantirish, mayli bu o'xshashlam savol ham sizga ham xalqaro tashkilotlar birligi raisi Nurmuhammad Chanapandimga tushgan bir savol bo'ldi bu. Yani teşkilatlarını birlikte hareketlendirişte sizlerning tecrübenizga asasen en çok to'salg'u nima? Siyosiy ko'z qarash mı yoki boshqa omillar bormi bu yerda? İslomiy ko'z qarashdikilar, millatchilar, demokratchilar bu har xil shu ideologiyalik tushunchalarni bir yoqqa qayirib qo'yib turib, oxirgi nishonimiz uchun birlikda harakat qilamiz. Harakat qilishni ro'yobga chiqarish qanchalik mumkin oldimizgi kunlarda? Sizden başlasak Nurmuhammad Chanapandimga cho'qim bunga bir anlaymiz onu. Bu meselede biz birlikten bekirek hamkorlikni ta'kidlayapmiz. Çünkü birleşiş degan gap biraz emniyetten jiroq deb qarayman. Çünkü her teşkilatning o'zining oldiga bir fikr tushunchasi, ideologiyasi bo'lganligi sababidan
sizin de ötkendek ideologiya bir teşkilatniki asası ulandı. Bazı teşkilatlarla ideologiyası okşaş bozman, bazı teşkilatlarla okşaş bulmaydıgan ahvallar görülüyordu. Şu sebepten bunda bir teşkilatlarniki birleşi mümkün emas dep qarayman men. Şunun için biz fakat ortak noktalarda hemkarlaşalaydigan, hemkarlaşamaydigan noktalarda biz-bizimizga qarshi turmay, qo'llaydigan, ya kerak to'g'ri ko'rilgan shaklda bir tashkilot o'zini qilgan ishini yana bir tashkilot uni qarshi turmasdan qo'llamasimi qarshi yana bir tashkilot uni meniki ma qilgan ishimni desteklamdan qo'llamadan deb norozilik bildirmaydigan bir ahvolni, aynan bir muhitni yaratadigan tushuncha bilan biz harakat qilyapmiz. Çünkü ideologiya bek muhim. Çünkü bizniki ideologiyamiz hemeden bizni İslamiy yo'lda ma'noda deb qaraydi. G'arb qarindoshlarimiz o'zlarining tushunchasi bo'yicha millatchilik kerak g'arbning tushunchisini qabul qilgan tashkilotlarimiz bor. Biz ular bilan bu jihatdan bir-birimizga hozir sen falanchi sen tushunchada manda deyishim to'g'ri emas. Bizim onda bir vaqtimizni emas hozir avvalda. Bizning tek nishonimiz qanday qilsak xalqimizni zulmdan qutuldirish, qanday qilsak vatanimizni ozod qilib Sharq Turkistonda bir mustaqil davlat qurish. Mushu maqsadni nishon qilgan asosda ilk maqsad hamma tashkilotlar bilan ideologiya farq etmasdan hamkorlashib ma'qul bo'ldi deb qarayman. Ammo hozir siz degan nuqtalarni o'tirib qo'yib kelyapmiz. Buni boshqalarni to'g'ri ko'rganlar bo'ldi, qabul qilganlar bo'ldi. İkinci bosqichda siz degan nuqtalar balki vatan ozod bo'lgandan keyingi tortish qiladigan, muzokara qiladigan, munozara qiladigan masala deb qarayman. Xo'sh. Ko'p rahmat. Sizning javobingizni so'radik. Bu yerda birlashtirish degan hukmlag'im ta'bir bergan chog'da nimani birlashtirmaymiz degan savoldan chiqdi bu. Bu yerda men oddiy bir misol keltirib beray. G'arb davlatlarning ma'rif sistemasi tabii ishlatadigan boshlang'ich yoki endi yasli ma'rifida ishlatadigan puzzle deydi bular. Puzzle degan chechilib bir parcha suratning chechilib ketib buzilgan bir shakllar bo'ldi. Har bir shakl. Ammo bularning hammasi bir-birisi tushidi. O'zining oldida tushidi. Xo'sh. Ammo xohlagan yerdan tushmaydi bu. O'zining tushadigan yerdan tushidi. Mushu misol amaliyotda bizning shu haqiqiy realligimiz. Ya'ni shu 76 yillik mustamlikada qolgan bilmeydi. Demek bu puzzle'ni özünün joyiga qo'yish orqali haqiqiy biz bir davlatning mansubiyati, bir millatning eginlari, bir millatning manfaati uchun bir davlatning kelgusi uchun harakat qilyapmiz degan umumiy bir image, ya'ni bir görüntü yoki bo'lmasa bir manzarani tasavvur qilib bakkan holatda ya'ni hamkorlik qildi bu. Bu hamkorlik qanday degancha suratning ba'zisi o'zi eng chiroyli yeri tegidan chiqishi mumkin. Eng sat yeri to'pidan chiqib qolishi mumkin. Bunga unda qaramay faqat qarindishim degandek biz haqiqiy hamkorlik nuqtasidan birlik kelarlik mayatga hamkorlik nuqtamiz qanday qilgancha amaliylashishi degan nuqtani ash puzzle misolga olib bersam men puzzle. Buni zigzagmi deydi, puzzlemi deydi, bu suratning chechilgan shakli. Ama şu şekilde kelsak taraflar hammasi men mushu puzzlening yoki umumiy aslidagi shu manzaraninki bir qismidan deb tushunalasa va men mushuning ichida o'rnam bo'ladi, mushuning ichida bir mening mualliqi hassam bo'ladi deb tushunalasalam, mana bu hamkorlik shu. Qisqalam bunda tushuniraman buni. Buni aqlga ishorat, nadonga jugaldiriz deymi? Mush aqli bola men mush da'vatgan mushu puzzlening bir qismi deganda hammasi puzzlening bir qismi kerak. Hamda yana bir qitim deb boraman. Puzzleni tushundiraman. Puzzlening ba'zi rasmlari cho'ngroq chiqadi. Puzzlening ba'zi rasmi kichikroq chiqadi. Tushundingmi rasmni? Ammo bu faqat birisi bilan naq joyi qo'yilgan chaqda rasmninki asli shakli chiqadi. Agar biz uni yo'q, ma cho'ngroq bo'lgandan keyin mashik cho'ngni bir yerga kelib qo'yadigan desak tushmasligi mumkin. Mashikisi go'zalken shikilisi bosh turdi, boshni bir yerga kelib qo'yadigan desak tushmasligi mumkin. Buni cho'qim o'z o'rnidagi, ya'ni hammasi xizmat qilayotgan muvozanatdagi aslaha qurilmasiga hech qanday bir nima qilmagan ahvol ostida bularninki birlasha oladigan
yoki hamkorlasha oladigan taraflarni ijobiy taraflarini bir-biriga bog'lash. Anaki bu bog'langan shakldan hamma odam ko'rib hamma bunda manzirkan deydigan bir yakunni chiqarish. Mushu formulasini qo'llansak, mana bu hamkorlik shaklida biz bir-birimizni e'tirof qilgan, bir-birimizningki xizmatlariga bahonaliq ijobiy bergan va shundaqla o'zimizning xizmatlarda sabit qolgan va buni texnikani gullantirib, tadrijiy holda anaki bu rasmni texnikani kengaytiradigan shaklga o'tsak bo'ldi degan bilan mush qutuluqni beraman. Ondan alqısıga o'tmayman hozir. Ko'p rahmat. Albatta bu yig'inda siz yana shu Sharq Turkiston tashkilotlari orasida hamkorlik strategiyasi yo'l xaritasi temasida maxsus so'z qildingiz hamda. Oshkorlig'i buldigan yakkacha oshkorlamsiz yoki qanday bir yo'l xaritasi sizdingiz hamda? Tamam. Güzel. Türkçelik gap bilan boshlab qo'ying. Bu yerda yo'l xaritasi degan chog'da bu yani mening tasavvurimdagi yo'l xaritasi bo'lib manda. Bu millatning umumiy haqiqiy birlikkaga yo'l xaritasi emas. Bu qanday desa da'vo egallarida men o'sha amaliyatchan bir odam bo'lish sifatim bilan da'vo qilaman. Yoki shu da'voni Sharqiy Turkiston davlati zoti menga kerak. Uyg'ur millatim degan shu millatni zulmdan qutuldirib, zodi shu tuproqqa ega bo'lib, abadiy va azaliy bo'lgan hurlik bayrog'ini tiklayman deydigan bir da'vogarningki, avval o'zining shuningga qanday yetsan degan o'zining bir yo'li bo'lish kerak-ku. Xo'sh. Ya'ni bu o'ziga qo'ygan yo'li bo'lish kerak. O'zim men qanday yetaman dedi. Lekin buni tashkiliy qurimga qanday chiqqan chog'da bu shaxsining nimasi tashkili qanday chiqdi degan bo'ldi. Bir tashkilninki boshqalar bilan birlashib hamkorlashgan chog'da boshqalarningki sizgan xaritasi menikidan yaxshi chiqishi mumkin. Ammo masala hamma da'vogarda bo'lgan bir xususiyat o'zining qilayotgan da'vosiga sizgan chuqur bir strategik xaritasi bo'lish kerak. Bu yerda bir reallik nuqtasidan elib aytsam, 76 yilingizda bu xaritani sizga Alloh ko'p bo'ldi. Ya'ni xatolashmasam bir qancha qatimliq oliy kengash yig'inida yoki bo'lmasa tashkilotlar, qurumlar bir yerga kelgan bir yig'inda strategik bosqichlik plan degan narsalar o'tirib qo'yilgan. Xo'sh. Bu narsaningki amaliylashiga qanchalik bo'lganligini men bu yerda ta'bir bermayman. Chunki qo'ygan taraflar bas bo'ldi. Biz faqat ko'rgan narsaning bo'ldi degan chog'da 76 yilingizda millatimizga umid bergidek bir xarita sizlanmaganligi uchun bu xaritani boshqadan sizib baqsaq bo'lamdi degan savolni qo'ydik. Ammo bu xaritani sizdiganlarga Nur Muhammad, Avstraliyada yashagan Nur Muhammad sizdi, tashkilotlar birliksizdi, ma'rif jamiyat sizdi, yo Turkiyadagi sizda emas. Sizgan xaritamizning hammasini ustalligiga tashlaylik. Tashlab bu tashlagan chog'dan keyin xaritaningki o'xshamagan nuqtalar chiqadi. Ya'ni biz ma'bayatdan sizga bir savol qo'ydilar. Farqlarni alaylik deb bilish. Ya'ni fikrdagi o'xshamasliklarni boylik deb bilish narsa mana shu. Chunki mening oldimda o'tgan odam mendan mukammal deb o'ylayman. Mening qarshimdagi odam mendan bilimli deb o'ylayman. Mendan qarshimdagi odamning strategiyasi meningkidan yuqori deb o'ylayman. Shunlashqa avvalalik mumkin bo'lsa bu strategiyamiz ishimizni qalbimda bordi, bu yushiran qoldi degandan o'taroq birlik hamkorlik qilamiz deydiganmiz. Hamkorlikning undaq natijasini chiqarish uchun hammamiz planimizni o'sha o'tirib tashlaylik. Buni mandat shaklda tashlaylik. Tashlagan chig'imizda buning ijro qilgan qismi bo'lib qolib qolsa, qabul qilgan qismi bo'lib qolib qolsa, hamkorlik tuzguni bo'lgan qismi bo'lib qolib qolsa, buning hammasi bir yerga kelib tashlaydigan qism bo'lsa islohot qilib mangayli buni. Tashlab mangayli dedik. Ko'rishadigan taraflarning bu aşı taraflarınki o'zgacha alaylikning hammasini biz buni ichiga sizdik. Ya'ni men sunumimda berdim. Bizda hozir xalqaro jamiyatda mavjud bo'lgan shu 3 cho'ng ya'ni mavjud bo'lgan tashkiliy qurum yoki mayli fikr ideologiyalik qurum desam bo'ladi. Lekin bir amaliy qurum bor. Xo'sh. Ya'ni buni oshkorlagan qismini deb berman. Birinchisi ya'ni Dünya Uyg'ur qurultiyi 2005-yildan tortib rasmiy qaytadan tashkillangan qismini deyman. Men 96-yilda qurganligini inkor qilmayman. Xo'sh. Ammo 2005-yildan tortib rasmiy qurumga o'tib amaliy harakat ketdi. Ya'ni rayonlikdan xalqaralashdi. Bular bor. Andan keyin 2004-yilda Washingtonda qurilgan Sharq Turkiston surgun hukumati deydigan bir guruh bor. Bu guruh bo'limi qanday deydi degan chog'da Sharqiy Turkiston hukumatchilik, hokimiyat kesim bo'lib qilgan bir narsaningki maydonda bo'lishi bek zarur deb qaradi. Yana bir taraf bo'lsa, buni inson haqlari, demokratiya, xalqaro qonunlar bo'yicha buningki bunda bosqichlik holda achirishningki zarurligini o'tirib qo'ygan. Sharqiy Turkiston ma'arif harakati, ma'arif oilasimi
özünün strategik planını bayatın reisimiz dep ötday. Bizden 4 nersimiz bulmaydı iken, bu nersimiz bulmasa ama davani haqiqiy şekilde to'g'ri bir kuchga yaqin olmaydi ekanligini mana mushu. Bundan xarid. Endi hozir yaqinqi 20 yilning ichida boshqa bir kuchimiz bor bizning. Buni biz avval mushu Sharqiy Turkistonliklar kallasida mushu bizning bir parchamiz deganni hozirdan tatib qabul qilmoq kerak. Ya'ni muhojirat hayotida qurolliq harakat orqali Xitoyning ideologiyalik prinsipiga, ya'ni Sharqiy Turkistonni besib olgan prinsipiga buning amaliy harakatlar bilan qarshtirayotgan bir reallik bor. Bu reallik chet elda shakllanganmi desam, yo'q. Bu reallik nima uchun shakllangan degan joyda naq shu 76 yillik tarix keldi. Bizningki 1944-yili Elixon To'ramninki Cumhur reisligida o'tirgancha 55 ming muntazam armiyamiz vardı. Bu qurolliq harakatmidi emasmidi? Buni qabul qilamdik, qilmamdik. Shundaymi emasmi? Barin jihadi qurolliq harakatmidi emasmidi? Yillar bilan tabriklaysizlar, hamma davlat tabriklaysiz, barin inqilob deysizlar. Uning mohiyatini qabul qilish kerak boshda. Buni mohiyatini mening tarkibim bu, mening ruhim bu. Mening qilgan jihadim degan chig'imizda lekin buni ichiga tushiralaymiz va buni ishimizga tushiralaymiz. Anandan keyin 5 fevral 97dagi G'ulja inqilobimi o'xshashlam qurolliq harakatning bir qismi. Qurol bo'lmagan bo'lsa, Xitoy qurolni ishlatmaydi. Mana tushunaylik biz buni. 2009 Urumchida bo'lgan narsami, garchi biz qurolni mana modern warfare, avtomatlashgan tank ishlatmagan chaqdimi, o'xshashlam kaltikimiz, o'zimizning qilichimiz, pichoqni ko'tarib chiqqan qurolliq harakat bo'lganligi uchun Xitoy armiyasi bu yerga 200 ming dona askarni kelib bizni bosib turgan. Undaqdan keyin bu bir qurolliq harakat bo'ldi. Hozir undaq bo'lsa, mushu 2016-yildan tortib vatanning ichida bo'layotgan Xitoyninki irqiy qirg'inchilik siyosiy qurolliq harakatmi emasmi degan to'xtalaylik. Bu qurolliq harakat. Chunki Xitoy bundan birinchi bo'lib foydalangan omili o'zining armiyasi, armed forces, paramilitary yoki harbiy qismi, harbiy bilan tarbiyalangan plan qismi, anaki ijro qiladigan va ko'chaga aloyitilgan jandarma qismini o'tirg'i selib, bizga qurolliq harakat ochqanlik uchun bizda qurolliq harakatga tunishimiz nihoyat cho'nqur, ijobiy va buni qarshi olgan, olqishlagan shaklda bo'lishi muhim deb qaraganligim uchun muhojirat shakllangan, ya'ni 20 yilning balki 30 yil bo'lishi mumkin. 20 yilning ichida hamda amaliyot yuzga ko'rindi. Ya'ni xabarlar chiqdi. Shakllanib, hozir hamda bizning shu Suriyada davlatida tasvirlanyapti, huquqlar berildi, xalqaro xabarlarga chiqdi. Boshqa davlatning odamlari kelib bularga va bular vakillik, bular ichida bo'layotgan davlatlar bilan ko'rishyapti. Amerikaning prezidentidan tortib Yevropa ittifoqining vakillari qilsa, bularni hozir o'ziga bir dushman taraf qaramayotgan, o'ziga boshqa bir nomlar atamayotgan ahvol ostida Sharqiy Turkistonliklarningki bu shunimi Sharqiy Turkiston mujodalasininki haqiqiy bir yuzi yoki bir parchasi deb tunigan chig'ida mushu qilayotgan 3-4 cho'ng ya'ni tarafni deyman. Buning ism qo'yma, taraf deb turaylik. Asosliq jamoat mush 4 cho'ng tarafninki agishidir. Mana Sharqiy Turkistonliklar dunyoning nerede bo'lsin, mush 4 iqimning birisiga agishidamdi. Xo'sh. Surishti qilib kelsak, shunlashqa agishayotgan ommadan kutilgan talab to'tilisini o'xshashlan bor ve ameliyatda bor deb e'tirof qilish ve bularning mavjudligiga bor deyish ve bularni mumkin qadar mushular kelaydigan talab bilan bayatın puzzlening tarafi bilan qanday qilganchada mush 4 tarafni birlashtirib, aniki o'zimizga tava bo'lgan haqiqiy bir kimligimizni shakllantirsak degan narsa bor. 5-narsa iqtisod dedik-ku. Iqtisod degan narsada bizga tashqi dunyodan iqtisod kelmaydiganligi hozir reallik. Tushunaylik, mana e'tirof qilaylik. Amerika hukumatiningki dunyo uyg'urlik terayotgan, u bir projekt berayotgan narsa. Ammo Sharqiy Turkiston mustaqillik berayotgan fandan emas. Sharqiy Turkiston surgun hukumat bo'ladi bir yerdan. Yoki xalq tinchligida yoki bir davlatdan bir grant funding degandek shaklda oladi. Bizning ma'rif jamiyatimiz Turkiyadan boshqa yerdan olamiz. Ammo baqan qarindoshlarimiz o'ziga loyiq bir yerdan oladi uni. Ammo qanday qilganchada o'zimizga tava bo'lgan, haqiqiy mustaqil va o'zimiz boshqara oladigan, o'zimizning ehtiyojlarini qamdalaydigan iqtisodiy qurilmamizni shakllantiramiz degan chaqda bu mushu birlikkagancha millatdan shakllandi. Millatimiz shakllangan iqtisodiy qurilmamiz yemirilmas kuchga aylandi. Uning vaqti bo'lmaydi, sharti bo'lmaydi, 1 yil to'xtab qolmaydi, 6 oy to'xtab qolmaydi. Mening oshkorlaydigan qismim mana shu qish. Xo'sh. Qolgan qismini oshkorlamayman, ham oshkorlashning so'rin deb qaramayman. Millatimizning kelqi boshda buni umidi bog'langan
Muşu uzun bir haqiqiy hammamizning kollektiv orzusiga manda chambarchas munosabatlik va eng oxirida millatimizning mansubiyatiga va avlodlarimizni qoldirgan shajarlik bir tarixni ochamiz deb harakat qilamiz. Shunga taraflarning mana mush bugungi suhbat va buruch bo'layotgan holatlarni ko'rgandan keyin mumkin bo'lsa yana buning to'g'riliq munozara qilib shaxsiy fikrlarini bayon qilgandan o'taroq mushining ichida men qanchalik tevfiq qo'sha olayman degan qadamni e'lon qilmoqchiman. Xo'sh. Tushundingmi gapni? Kimga demayman? Bir 6 yoshlik balama qila oladi buni. Men qanday qilib beradim deganda, ya'ni duo qila oladi. Yoki o'z maktabiga o'rib, bizning manda o'zimizning Sharq Turkistondagi bir davlatimiz bo'lish kerak ekan degani deyalaydi. Oliy maktab o'quvchisi ayol deyalaydi, er deyalaydi, turgan tug'ilgan buvoqmi deyalaydi, kimniki bilan hayotgalikka sakrat turib go'rga chiqib ketaman degan odamni deyalaydi. Demak, umumiyuzlik holda o'zaro qabul qilish, qabul qilgan narsamizga hurmat berish, buningga e'tibor berish, e'tibor bergan ekan buning uchun badal to'lash, to'lagan badallarimizdan jug'lanmasdan bir natija chiqarish degan narsa mana bu qatamliq islohotimizning, bu qatamliq hamkorlik prinsipimizning va buningdan ijro qilgan siyosatlarimizning yo'l xaritasi deb qarayman. Rahmat. Ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Hurmatli Musajon apandim, shu albatta ilgari ham Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati xalqaro shartli tashkilotlar birligi raisi bir kishidandi. Bu tunigan e'lon bergandan keyin qanchilgan Turkiyadagi xalqimiz uchur qilgan bo'ldi. Bugungi suhbat haqida sizlardan so'rashimni alohida talab qilgan shaklda. Ham Turkiyada yillardan buyon nurg'un xalqimiz puhra bo'lib, vatandosh bo'lib yashadi bo'ldi. Heyli hammasi mayli kod masalasi olsun, bu yerda ishlari hal olmagan nurg'un xalqimiz bor. Bularninki kishilar jiddiy o'zininki pat-pat u yerda tutib oladigan o ishlar bo'ldi. Va vatandoshga hal olmagan xalqimiz bu masalan yuzlarcha, 400 dan ortiq odam borligini men shu shaklda keldi. Buning ishlarini kim hal qildi? Buningdagi ma'rif jamiyat hal qilamdi, xalqaro tashkilotlar birligi hal qilamdi. Bu vatandoshlar, bu xalqimiz kimga bordi masalan? Bu masala buningdagi kimning ustida masalan? Buni bir so'rab bersangiz deb ko'p talab qilganlar uchun buni sizga so'ray. Albatta bu masalalarni yillardan buyon zaten Sharq Turkiston ma'rif hamkorlik jamiyati va tashkilotlar birligi ulusimiz bilan o'rtaq hal qilib kelayotgan bir masala. Ba'zilarini hal qilgan bo'lsa ham, ba'zilari hal bo'lmagan masala. Hal bo'lmaganlarning sababi chunki Turkiyada ba'zi jinoiy ishlarga aralashib qolgan qarindoshlarimiz bo'lgan. Shu sababdan ularningki turmush yetib qolish sabablariga qonuniy jihatdan qonunsizlik hisoblanganlik uchun ularni chiqish imkonsiz bir avval ko'rilgan. Bundan keyin albatta yana Sharq Turkiston ma'rif hamkorlik jamiyati va tashkilotlar birligi o'rtaq shaklda harakat qilib bu masalani hal qilishga erishimiz. Qutlug' qolgan qarindoshlarni zaten mana xilijiq qarindoshlar telefon qilib siz yangi mas'ul bo'libsiz, mening shunda yaqinim bor deb ism falan yo'llanma qo'ying degan avvallar telefonlarni topshirib oldim. Bunga aloqador bizim munosabatlik ko'cha dars bo'lsin yoki shunga o'xshash Anqaradagi boshqa munosabatli qurumlar bilan aloqa qilyapmiz. Munosabatimizni kuchaytirishga tirishyapmiz. Shunga o'xshash albatta bu ishlarni yana biz qo'limizdan kelishicha xalqimizning xizmatini qilishga, xalqimizni qiyinchilikdan qutuldirishga tirishimiz albatta. Mayli iqomat rad qilingan qarindoshlar bo'lsin, mayli Grek gönderim markazida vaqtliq tutib turilayotgan qarindoshlar bo'lsin, vatandoshlik ishlari bo'lsin. Bu ishlarda yana qo'limizdan kelishicha tirishimiz, ammo burunqidek vatandoshlik ishlarida unda oson bir avval ko'rilmayapti hozir avvalda, chunki Turkiyaning siyosati o'zgarishida asosli shu vatandoshlik masalalarini biroz unda burunqidek qolgancha berib turgan unda avvaldan hech ko'rmadik. Lekin yana biz shu ish bilan yetishga tirishimiz, Turkiyada yashayotgan qarindoshlarimizning qanday qiyinchilik bo'lsa, albatta biz qo'limizdan kelishicha hal qilishga tirishimiz, ammo bizni unda bir davlat darajada bunda qarab, mening ishimni hal qilmadim, kerak mening qarindoshlarimni qilmadim deb bizga cho'ng bisim qilishmi bizga haqsizlik deb qarayman, chunki bizim bir ijtimoiy tashkilot Turkiyada turibdi.
Lekin qo'limizdan kelgan butun imkonlarni ishqilib, har qanday bir qarindoshimizniki qiyinchilikni hal qilishga biz tirishimiz. Mayli Sharq Turkiston ma'rif hamkorlik jamiyati bo'lsin, mayli Sharq Turkiston tashkilotlar birligi bo'lsin, biz o'rtaq harakat qilib bu masalani hal qilishga tirishamiz. Xo'sh, xo'sh. Bir qo'shimcha qilib aytib ketay. Xo'sh. Raisimizningki so'ziga qo'shimcha. Bir davlat, ko'chmanlik ishlari, iqomat ishlari, vatandoshliklar davlatning o'zining chiqargan siyosati bo'ldi. Bu siyosatmi qarorlik oldi o'zgarib turadi. Buni tushunishinglar kerak vatandoshlar. Buni tushunmagan ahvolida xato hukm ketib qoladi. Voy mushular hal qildi, burun hal qilgan, mushular bunda qilgan deb kuch faronglarini selish yaxshi emas. Ya'ni bunda ikkinchi masala, mumkin bo'lsa raisimiz nayt edik qilibdi. Biz ma'rif jamiyatidan buning ega chiqimiz degan ekan. Unda bo'lsa vatandoshlarga qanday yiqilish to'g'riliq bir ta'bir tushuncha bersam, men tushuntirish bersam. Bu masala sizning shaxsiy masalangiz qarindoshlar. Avval tushunib olinglar. Ma'nimda boshqalarga oshkorlashni xohlamagan qism bor-ku. Isminglar, iqomat nomeringlar, pasportinglar bijalik bunda o'tirliqda, to'rlarda chiqib tursa, bu o'zingizning bexatarligi, o'zingizning kimligi va o'zingizninki bundan keyingi oilaviy munosabatlarga ta'sir qilib qilishi mumkin. Do'stlik munosabatini ta'sir qilib qilishi mumkin. Şuna manda ta'bir beradigan taraflar yoki ehtiyoji bor taraflar ma'rif va hamkorlik jamiyatimizning raisi Musa Jonga o'shaldan deb qo'y, ma'rif jamiyatimizga, ya'ni jamiyatimizning raisi orqali shu jamiyatga ham bevosita kelinglar. Kelgan chaqda bu iltimosinglarni, masalanglarni yozma shaklda. Ya'ni yozma shaklda deganim telefon qilib, "Alo, mening bunda qilmagan-te" deganda o'tara, kimliginglar bo'ladi, mening masalam meyada meyak kechdi. Uyg'urcha ulamdi, turkcha ulamdi, kichikli bir izohat bilan akilib, "Abi, kardeşim, tukunum, reisim, manası benim meselemde muşinası kanda şekilde yetkizip koysun desiler, ma adam mesuliyetini aladı. Ağam bulundu da, kağızına geldin, ki selam sürüş kılarsın, mançıncı günü silik kağız ver gittim, kanda degen nasıl oldu. Telefon kıp koydum, WhatsApp uçuruk koyup sen cevap vermeden desenler, o doğru olmaydı. Kelinler, biz karşıladık şahsen ben mi değil, karşılayalımız. Bunu sistemli kaldı, anlatışının gibi bir kanç yollarını düşünürüp bile. Birinci kademde, sizlar dadanglar valla, buni Facebook chiqarib, "Mala, mening menda narsam bor-te, men manchiligingiz iqomatim chiqmadi" deganni agar shaxsiy holda hal qila oladigan, Facebookda hal qiladigan ishinglar bo'lsa, qarindoshlar, nima deydim men? Lutfan deydi ekan. Marhamat. Ajna hal qilsanglar bo'ldi. Yo'q, buni shu davlat hal qilib deb ishonsanglar, shu davlatga to'g'ri sunadigan yo'lga biz yordam qilamiz. Sunadigan yo'lga. Ya'ni ma'ni masalani apirib, manda bir masala olsa ekan bir vatandoshimizningki, bu masalani hal qilishinglar kerak. Manda qilishinglar kerak deb biz bularga tavsiya beramiz. Ammo ma'rif jamiyatini, tashkilotlar birligining raisini va tuniga rais chiqding, sen mashina hal qilmamsan desang, ha, meni to'g'ri tushunmagan bo'lib qolasizlar. Buni to'g'ri shaklda qilish, qog'oz yuzda chiroyli iltimoslarni akilib mamandati. Biz masalan oiladagi 5 jon danglar. Anaki men to'plashib kelgan chog'dagi yana bir xatarni deb biray. Toplashib akapagirsilar deysizlar. Masalan, bir odam oldin degan oldin qatimdimi? Men 156 dan vakolatni telefon qilatim sizlarga dedi. Men tushunib qoldim. Kam, bu 156 dan vakolatdan siz so'zlasangiz, buning uchun nurg'un shaxsiyati va haqniki. Shaxsiy oilaviy mahfiyatligi va shaxsiy o'ziniki bunda boshqalar bilmasin deydigan taraflar va qanday hal qilamiz buni dedim. Shaxsiy materialingiz ayrim bunda lipoprang chiqsangchi, mening ishim markazga bas, Anqaraga bason, aloqador doiralar basin, ko'sin, menga bir javob berib bering degan bo'lsanglar, chiroyli hammanglar o'z oldinglar aytgasanglar, jamiyatimiz bu da buning qanday qadam oldik degan chog'da chiroyli qilib, bas sizlarningki shaxsiy uchuringlarga hurmat qiladigan, qo'g'daydigan va buni sirtqi taraflarga oshkorlamaydigan shaklda biz bevosita hukumat organlariga sog'lom holda yetkazib berishga biz tuzum qildik. Manda yiqilishayli. Anan keyin yana ba'zi bir gaplar bor, falonchi hal qilib turibdi-ki, bu kunchi sen nima ish qilolmasa, demak sening kuching yetmaydi. U unda ish yo'q, qardoshlar. Davlat bir odamning shaxsiy iltimosi bilan bizimiz o'zgartirgan bo'lsa, yana o'xshash marhamat. Ikkinchisi, yana uchinchisi pul bilan. Bular pul vasi hal qilib turdi, manda qilib turgan narsani kallandan chiqarayotganlar. Pul bilan hal qilsa, sizlar o'zinglar hal qilib olsanglar bo'ldi. Yanchiqlik pulni bizga akab bering degan gapni dedim. Hozir materiallarni chiroyli akilinglar. Xo'sh. Anladingizmi bular? Siz deb beraman gapni. Material chiroyli aytganlar masalani ozgina izohat bilan manda izohatim bor. Oilamda balam bor, iqtisodiy qiyinchilikim bor, sog'liq masalam bor, o'qish chiranmayaptimi, manda ajittimdan chiqolmayaptimi, o'zimning manda boshqa bir haqlik deyolmaydigan manda taraflarim bor edi deb kelganchada biz mushu shaklda
Alakadar hükümetin tarmakları yetkizip, andaki meselenin ciddiylikini koygun olur. Bu mesela vatandaşlıkım çıkmamdı. İkametim çıkmamdı desen la, men vatandaşlık beradigan o küç bolgan bolsa, birinjilap menikini algan bolatdım qarindaşlar. Mening vatandaşlığım yok bu Türkiye'de. Men faqat Avstraliya gerejdan olab, men yerda xizmat qilyapman. Musajan qarindishimizningki urush tuqqanlarining ichida, ba'zi tunish bilishlarning ichida shu vatandaş chiqmaganlar bor. Bunga nima deymiz? Manda o'ylaydi. Shunga to'g'ri yo'lni ishni deyma, yanılam ijobiy gap bilan inshaalloh mush bugundan tortib har qanday siqintisi bo'lgan vatandoshimiz kim bo'lishidan qat'iy nazar, ma'rif harakatini qo'llagan bo'lsin, shu Sharqiy Turkistonlik va Uyg'ur millatining bir tarkibiy qismi bo'lib, sıkıntı bo'lsa, shu sıkıntını chiroyli yozma şekilde ma'rif jamiyatimizning raisiga, ma'rif jamiyatiga chiroyli shakllantirib, sunib, anandaki ma'mush javob bergancha deb keyin anandaki yanalam ishxonaga berib, "Ma ishim qanday bo'lgan?" deb surishtiq qilsanglar, meningcha inshaalloh qo'limizdan kelgan yo'llar bilan buni hal qilishga, buningga yaxshi bir yo'l izlashga tirishimiz. Ammo bir narxdan deb qo'yay. Mava Türkiye hükümetiningki, Türkiye Cumhuriyetininki Sharqiy Turkistonliklarga to'lagan bir bedelni o'lchavroq qish qilaydi. Men davlatchilik degan narsam shu. Ma davlatni haqiqatan nima deb qaraydi desa, bu bizning gapimizni so'zlagandekanlar mening ishimni qilib berdi. Unda ish yo'q. Davlatning o'zining manfaati birinchi o'rinda. Ikkinchisi o'ziga munosabatlik manfaatlar ikkinchi o'rinda keldi. Biz shu munosabatlik manfaatlarning ichida baliqimizni xalqimizga deb qo'yamiz. Biz bo'lg'achqa bu Türkiye Cumhuriyeti 60 yılınızı bizning maslimizga, bizning xalqimizga ko'ngil bilib, müşahede 300 mingdan ortiq Sharqiy Turkistonlikning yerleşişi, xizmat qurilishi, oila qurishi, ijtimoiylashishi, qatorliq tijoriy ishlashishi, qatorliq shakllardagi sharoit yaratib beradi. Bu cho'ng bedelni shaxslar, tashkilotlar biz qanday qilib buni yanit verdik, ya qanday qilib bir javob qaytardik deganmi? Hammanglar qarindoshlar o'zinglar o'ylab boqinglar. Shunga davrinishimizda ma devletning bergan imkoniyatlardan sog'lom foydalanamiz ekanmiz. Sura İbrahim'de bir nima la in shakartum la azidannakum. Yoki shukr qilg'ichilarga Alloh ularga bergan ne'matini ziyoda qilib berdi. Agar buni kufr qilgan bo'lsa-chi, qattiq azob berdi degan narsa. Biz o'zimizning qiyin ahvolga tushib qolishimizni mushu oyatga bag'ishlab boqaylik. Biz shukr qilg'ichilar tarafiga o'tdikmi yoki musarat qilg'ichilar tarafiga o'tdikmi? Shukr qilg'ichilar inshaalloh keladi. Chunki vaqtni, zamonni, natijani belgilovchi Alloh. Biz faqat musabbibmiz, sababini qilamiz. Inshaalloh ishonchimiz bor deb qaraman. Yaxshisi menmi mushu kurashgan taraflar bilan mushu masalaning jiddiyligini Musajan qilishimiz bilan teng o'tirib qo'ydik. Buningki jiddiy hal qilinsa qanday siqintilarni chiqarganligini biz davlatning qonuniy nuqtalaridan, ijtimoiy nuqtalaridan, sog'liq masala nuqtalaridan, psixologiyalik nuqtalaridan, iqtisodiy nuqtalaridan to'g'ri bir tushundirish qilib biz bir aniqlama berdik. Demek bu şekilde tushuntirib bersak, inshaalloh sıkıntılarımız hal bo'ladi deb ishonaman. Inshaalloh umidlik bo'linglar qarindoshlar. Umidlik bo'linglar. Hargizmi mening ishim tashlanib qoldi, ma'ning ishini qilib, ma'ning ishini qilmaydi degan xato qarashlarni yutadib, inshaalloh qarindoshlik degan nima degancha meningkidan burun ma qarindoshimning ishi halolab ketsin. Men shuni orzu qilaman, meningkidan burun ma yadiki ma oilaning ishi halolab ketsin. Ma'ning balasi ishtirok oliy maktab chiqib ketsin deyman. Tunigan bir qarindoshimiz oshxona ichib ketgan, birinchi yo'la tabrik ichdim. Mübarek olsun, Allah bereket versin dedim. Bu manda qarindoshlik qilaydi. Shuna inshaalloh umid bilan chuqur bir yaxshi natija chiqadi degan ishonchim bor. Allah razı olsun. Ko'pdan ko'p rahmat. Musajan hamda programmamizning oxiriga kelib qoldik. Mishada oxirlashtirsak boshqa gap bo'lmasa agarda deydigan yana boshqa gap bo'lsa, bir og'izdan gap olsam bo'ladi. Başka gapim yok. Halkımız yakandan bu yan şu her xil sebepler tüpeyden tushkunlikka yuzlanib ketgan ahvollar ko'rildi. Yana biriga ba'zilari vatandagi urug' tuqqanlarniki bexatarlikni ko'zda tutib shu Sharq Turkiston davosidan, Sharq Turkiston to'g'risida olib borayotgan faoliyatlardan uzoqlashib ketayotgan ahvollarni ko'ryapmiz. Bu qat'iy bo'lmaydi qarindoshlar. Chunki to'g'ri emas, biz bir musulmon ham bir Uyg'ur bo'lish sutimiz bilan hem diniy hem milliy bir majburiyatimiz var. O bo'lsa-mu, shu yerdagi zulm uchrayotgan qarindoshlarimiz to'g'risida ovozimizni yuqori ko'tarib, shularning dardak darmon bo'lish, shularning ovozi bo'lish bu chet eldagi har bir Uyg'ur qarindoshlarning majburiyati deb qarayman. Shuning uchun Allohdan umid uzilmaydi. Allohdan umid kutib, shukrlashmasdan
bo'shab qolmasdan yana o'zimizniki bir kishilik rolni joriy qildirishni tavsiya qilmay va shuni chaqiriq qilmayman. Xo'sh. Ko'p rahmat unda bo'lsa. Shahid o'tamdoq. Rahmat, Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi suhbatimizni mushada oxirlashtiraylik. Haqiqatan nihoyatda har jihatdan, har ishkadan tafsiliy javob berdi deb qarayman. Inshaalloh biz ham butun millat bo'lish sifatimiz bilan da'voyimizning, chunki hammamizning masalasi o'xshash, bu yerda o'ttirib qo'yilayotgan masala bir shaxsning, bir tashkilotning masalasi emas. Oxirgi nishonimiz bo'lgan shu vatanimizda maydimizni tik tutgan holatda, erkin holatda yashash. Buni qo'lga keltirish uchun inshaalloh ko'z tutadi. Har sohada xizmat qilayotganlar utuq tilaydi. Hech bo'lmaganda duolarimiz bo'lsin-mi? Qo'limizdan kelsa moddiy, ma'naviy har jihatdan yordam qilishimiz kerak albatta. Butun millat bo'lish sifatimiz bilan. Rabbim inshaalloh bu kunlarimizni tez fursatda oxirlashtirib vatanda o'zimizning vatanda yashashga muyassar qilishini tilaymiz. Allah ömür bersə yana bir qatimliq başqa bir temadagi suhbatni ko'rishguncha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.